28. Bab. Dem ilish kuni o'tib, yakshanba kuni tong suzilganda, Majdallik Maryam bilan yana bir Maryam qabrini yo'qlab bordi. Tuyuqsiz qattiq yer tavrab ketdi. Chunki Rabbning farishlaridan biri osmondan tushib, qabriga berib, toshni bir yonga do'militib, ustida o'tirgan edi. Farishtaning qiyofati chaqmoqdek, kiyimlari qordek oppoq edi. Qo'g'dug'uchilar uningdan qo'rqib titrishib, o'likdek qetib qoldi. Farishta ayollarga mundoq dedi: "Qo'rqmanglar, sizlarning krestga mixlangan Hazrati Aysoni izlaydiganlarni bilaman. U bu yerda emas. U o'zi aytgandek tirildi. Kelinglar, u yotgan joyni ko'ringlar." Darhol berib, uning shogirdlariga Hazrati Ayso o'limdan tirilibdi. Galiliyaga sizlardan avval bor ekan. Uni shu yerda ko'rdikansizlar danglar. Mana, men sizlarga aytib berdim. Ayollar bir tarafdan qo'rqsa, yana bir tarafdan zo'r xushallik ichida qabrdan darhol ayrilib, yugurgan peti Hazrati Aysoning shogirdlariga xabar berishga ketishdi. To'satdan Hazrati Ayso ularni oldiga chiqib, "Salom sizlarga" dedi. Ularni oldiga berib, Hazrati Aysoning putiga esilib, uningga sajda qildi. Shu chaqda Hazrati Ayso ularga: "Qo'rqmanglar, berib qarindoshlarimga xabar qilinglar. Galiliyaga borsin. Meni shu yerda ko'rdi" dedi. Ayollar texi yo'lda ketayotganda, qabr qo'dg'uvchilarning ba'zilari shaharga kirib, bo'lgan voqealarning hammasini oliy ruhoniylarga xabar qildi. Oliy ruhoniylar oqsoqollar bilan bir yerga yig'ilib maslahatlashgandan keyin lashkarlarga zo'r miqdorda pul berib, "Sizlar Aysoning shogirdlari kechisi kelib, biz uxlayotganda uning jasadini o'g'irlab aketibdi" denglar. Agar bu xabar valining quliga yetib qolsa, biz orig'i tushib, sizlarga gap keltirmaymiz, dedi. Shundoq qilib, lashkarlar pulni oldi va ularning degini bo'yicha qildi. Bu ig'vo bugungacha Yahudiylar orasida tarqalib kelmoqda. 11 shogird Hazrati Ayso ularga aytgan Galiliyadagi taqqa chiqishdi. Ular Hazrati Aysoni ko'rganida uningga sajda qilishdi. Lekin ba'zilari gumon ichida edi. Hazrati Ayso ularning yeniga kelib, mundoq dedi: "Arshda va yer yuzida butun huquq bana berildi. Shuning uchun berib, butkul millatlarni mening shogirdim qilib yetishtiringlar. Ularni Xudo Ota, uning o'g'li va muqaddas ruhning nomi bilan cho'mildirib, ularga men sizlarga buyurgan barliq amrlarga amal qilishni o'rgatinglar. Men haqiqatanmi zaman oxirigacha har doim sizlar bilan birga bo'laman."